Barchaga assalomu alaykum. Ko'pchilik obunachilarimiz qiziqdi kommentariylarimiz yozib, kimni klipiga tushyapsiz ukaxon deb. Men hozir Toshkent shaharlik Shahzodbek Abduzoirov akamiz klipiga tushdim, xudo xolasa. Aka, assalomu alaykum. Klip qaysi darajada sizga ma'qulmi? Klip zot, xudo xolasa o'zimga yoqdi. Endi albatta bahoni eshitgan, tinglagan muxlislarimiz beradi. Ulardan o'z narsalarini kommentariyada kutib qolamiz, javoblarini. Xudo xolasa biz vodiydan chiroyli kliplarga tushdik. Aktyor akalarimiz ham bo'ldi. Qadrli obunachilar, akamiz vodiyda muxlislari bor. Aytmoqchi bo'lganimki, akamiz misol kimdadir bir xildan sharoiti bo'ladi, bir xildan sharoit bo'lmaydi. Akamda muxlislari bo'lsa kerak, kommentariyga yozib ketasizlar. Faqatgina bir kishining to'yini akam bilan kelishib o'tkazib beramiz. Bir kishining to'yini Toshkentdan vodiyga borib obязательно o'tkazib berasiz ekan. Albatta xalqimiz xizmatida. Xalqimiz uchun xizmatdamiz, albatta. Harakat qilamiz qo'ldan kelgancha o'tkazishga. Besplatli bir kishining to'yini chiroyli o'tkazib beradi. Faqatgina obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Akamning muxlislari kommentariy yozib ketasizlar. 24 ga aloqa qilamiz. Xizmat qilsangiz bemalol qo'yib qo'yasiz.